Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 2025-yil 2-aprel sanasidagi отгрузкamiz bilan qisqacha tanishtirib o'tmoqchimiz. Mahsulotimiz bazalt yo'l setkasi 6 diametrli, yechekasi 25 ga 25 bo'lgan, og'irligi 1 kvadrat metri 450 gramm tashkil etadigan setkamiz. Xudo xolisa Bo'ka shahriga jo'natish jarayoni. Bu mahsulotimiz korxonamizda ishlab chiqarilgach, O'zbekiston bozorida sotuv narxi 18.840 so'mni tashkil etadi. Xo'p, avtotransport rusumimizga kelsak, ortilayotgan avtotransport turi Isuzu, yuk olish kuchi 25 tonna bo'lgan bu avtotransport uzunligi 8,5 metrni tashkil etadi. Mahsulotimiz hajmi 5000 kvadrat metr. Xo'p, donada 1250 dona sig'adi bu avtotransportimizga. Shunda mahsulotimizning umumiy og'irligi 2 tonna 250 kilogrammni tashkil etadi.